Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar, Saudiyaga ziyoratga va umra ziyoratimiz, qabullarimiz boshlangan. Kimki ota-onasiga yaxshi va yaxshi insonlar jo'natadiganlar va bemalol pastdan umr qoldirib qo'yamiz. Keladigan insonlar operatorga telefon qilsanglar, batafsil yanada ma'lumot beradi. Bir qator ma'lumotlar o'zim beraman. Bir oy davomida do'stlar o'zim shu yerda bo'laman, o'zim kutib olib, ibodatingizga, ya'ni sayohatingizga kamchilik qildirmasdan ziyoratgohlarda qo'shimcha bor sifatida qo'shib, muzeylarga olib kirib, ota-onangizni ko'nglini olib, chiroyli holatda ibodatga qildirib jo'natib yuboramiz. Kimki kelmoqchi bo'lsa, pastda operatorga telefon qilib yoki musofirda bo'lsangiz, ota-onangiz yoki o'zingiz kelmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz niyat qilib turibsiz, ya'ni mana shu umra ziyorati boshlansa, niyat qilib qo'yganman, borishligim kerak. Ya'ni ishonchli, litsenziyalangan filmi chiqib qolsa va Telegram, Instagram yoki mana shu YouTube'da topsam, boraman inshaalloh deb niyat qilib turgan inson akalarimiz, xohish-xohlalarimiz, sizlarga yaxshi imkoniyat. Telefon qilinglar, pasportingizni tashlab, joyingizni band qiling. Uchishimiz Toshkent Madina bo'ladi, Pramo reys, Toshkentdan reysimiz bor xolos hozirgi kunda. Samarqanddan ko'pchilik so'rayapti, Farg'ona, Namangandan ko'pchilik so'rayapti. Shu viloyatdan ham tez kunlarda yo'lga qo'yamiz. Boradigan insonlar operatorga telefon qilsanglar, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistonda hamshahar do'stlarimiz bemalol siz ham pasportingizni xohlaganingizni tashlab qo'yib, joyingiz baxtsiz bo'ladi. Toshkentdan uchishda, ya'ni Madinaga kelasiz, Madinadan ziyoratlarimiz boshlanadi. Mehmonxonani masofasini va ovqatlanish ko'pchilik so'raydi. Turk, Arabistonmi yoki turk taomlari bo'ladi. Yo'q, o'zbek milliy taomlari bo'ladi. O'zbek milliy taomlari Madinada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal beriladi. Sizning ibodatingizga kuch-quvvat bo'lishligi uchun faqat o'zbek milliy taomlari qon bosimingizga va albatta sahari bor va yana davlinasi borlar uchun qo'ldan kelgan yengil ovqat beriladi. Agar bunday imkoniyat bo'lib qolsa, yoki saharingiz yoki davlingiz yoki qon bosimingiz ko'tarilsa ham unga doktorga muhtoj bo'lmaysiz. 24 soat davomida ya'ni mehmonxonamizga doktorlar, hamshira va vrachlar sizlar xizmatingizda bo'ladi. Qanaqangi dori vositalar, boshqalar kerak bo'lsa, bu kechasi 12:01 sizga qarab chiqishlik uchun firma tomonidan firmamiz litsenziyalangan. Shu sababdan avtobus ham har bitta hojini yoki kasal bo'lgan insonni holidan xabar olib turadi. Yana to'liqroq ma'lumotlar operatordan olishingiz mumkin, ilmiy, diniy tomondan ma'lumot beriladi. Sayohat qiladigan joylarimizga kelsak, operatordan so'rasanglar to'liq ma'lumotlar aytadi. Sayohat qiladigan joylarimiz juda ko'p, ziyorat qiladigan joylarimiz ham juda ko'p. Albatta, kimki kelmoqchi bo'lsa, mana shu oyda keling, shu yerda o'zim 1 oy davomida bo'laman. Bu yerga olib boring, men ko'proq ziyorat qilmoqchiman, bu joyga olib boring, men bilaman, oldin kelganman yoki birinchi kelishim, lekin qarindoshim bu joylarga borgan ekan, muzeylarga borgan ekan desanglar, va albatta o'zim olib borib chiroyli holatda ibodatingizni qildirib beramiz. Biz ko'pchilik joyimni qanday band qilaman, joyimni band qilib qo'ysam qayerda uchaman deyapti, yoki to'lov oldindan bir martalik bo'ladimi? Siz o'sha necha kunga kelishsak, necha kunga jo'natilayotgan bo'lsa, o'sha bir marta to'lov qilasiz, bo'ldi. Boshqa to'lov qilinmaydi, boshqa to'lov olinmaydi. O'shaning ichiga hamma rasxod ichida kiradi. Boshqa to'lov qilinmaydi. Bu yerda yurganingiz eng ko'pi $200 olsangiz yetadi. Qat'iyatda hadyaga boshqalarga ishlatishingiz uchun rasxodingizga. Lekin har bitta hojiga qat'iyati Zamzam 5 litrdan Zamzam suv beriladi. Zamzam suvda bu yerda kichkina baklash keladi. 5-6 ta olsangiz, hadya hisob qilib O'zbekistonga tarqatasiz. Albatta qanday so'rovimizga. Aeroportda bejik sumka, viza, sumkalar hamma yoq beriladi firma tomonidan. Mana shunday sumkalar beriladi mana. Har bitta hojilarimizga berilgan. Sizlarga o'xshashli sumka va kerakli narsalar beriladi. Yana bir qator aytaman, to'liqroq ma'lumotni operatordan olasiz va kelmoqchi bo'lganlar bemalol operatorga telefon qilsanglar, ilmiy, diniy tomondan ta'limlari va malakali operatorlarimiz sizlar bilan albatta shu ma'lumotni qo'shib ketdik. Malakali 50 boshi, 1000 boshi birga Toshkentdan keladi. Ko'pchilik uyga borganda 5 kun ichida qarab qo'yadi, qaramaydimi? Ketib qoladimi yoki qaytarib olib keladimi? Qaytarib olib keladi, albatta 14 kun davomida siz bilan yurib, 14 kunda qaytib keladi. Siz o'zingiz jo'natib olmaydi. Sizga biriktiriladi. Har bitta gruppaning alohida 50 boshi, 1000 boshisi bor. Sizga biriktirilib, birga borib, birga qaytib keladi. Telefon qilib olinglar, joylarni band qilinglar. Mana shu oyning oxiriga va oyning boshiga
narxlarimiz arzon chiqqan, ota-enangizni yoki o'zingiz bormoqchi bo'lsangiz. Amerikada turib borsam bo'ladimi? Rossiyada, Koreyada borib tursam borsam bo'ladi. Yo'q, O'zbekistonga kelib yangiroq ketasiz, yangiroq yutib ketasiz. Juda qiynalib qolasiz. Bu yerda turib joiz band qilib qo'yib, 5 kundan keyin ketib, ketsangiz ham bo'laveradi. Oldinroq sanaga joiz band qilib. Telegram, WhatsApp bor. Aloqaga chiqib olasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ozgina bo'lsa ham ma'lumot berdim. O'zim shu yerda men kutib olaman.